Yengil ochilib, farishta ustoz kirib keldi so'rashib. O'sha zahotda nimadir bo'ldi, chunki meni yuragim shoshilib qoldi. Ana masala ham ikki kara. Birinchi sinf uchun qiyin masala. Mana kuz keldi ikkinchi sinf. O'qish boshlandi hayotga taklif. Meni ustozim menga ikkinchi ona. Pushkin Mendeleyev o'qitgan ular. Va Allomala Navoiy ibn Sino. Ulug' o'zbekimni tan olgan dunyo. Birinchi Zamon o'zgarib lekin sevgi tinmagan. 6A keyin 7-8 sinfdosh qizlar xafa qilib esiz. Sochidan tortib daftarlarga chizib, joniga tegib ba'zan hazil qilib. Bir kuni to'satdan ko'z ochdi tasodif, xuddi uxlagan edim va birdan uyg'onib. Yonimda o'qigan va gulday ochilgan qizaloq sevdim, o'zimni yo'qotib. Mana kuz keldi 10-sinf. Katta hayotga qadam yoru taklif. Meni ustozim menga ikkinchi ona. Pushkin Mendeleyev o'qitgan ular. Va Allomala Navoiy ibn Sino. Ulug' o'zbekimni tan olgan dunyo. Birinchi Osmonlar